Surxondaryodan uzoqlashmaymiz va e'tiboringizni qiziq bir hodisaga qaratmoqchimiz. Viloyatning Padang qishlog'iga tashrif buyurganlar tabiatning g'aroyib mo'jizasiga duch keladi. Ya'ni u yerda avtomobil tepalikka qarab o'z-o'zidan harakatlanadi va suv ham yuqoriga qarab oqadi. Diqqat! Bu xabar qanchalik rost? Jamoamiz bilan o'sha tepalikka geodezik o'lchov ishlarini amalga oshirish maqsadida Toshkentdan Boysun tog'lari tomon yo'lga chiqdik va nihoyat 9 soat yo'l yurib manzilga yetib keldik. Genesis priyomniklari yordamida o'lchov ishlarini amalga oshirdik va natijalari bizni hayratga soldi. Xabarda nazarda tutilgan pastlik dengiz sathidan 1861,2 metr, tepalik esa 1860 metr ekanligi ma'lum bo'ldi. Natijada bu xabar yolg'onligi va bu yerda hech qanday magnit tepalik emasligi aniqlandi.